Musnadda kelgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvalgi 20 kunda kechalari namoz ham o'qirdilar, uxlardilar ham. Oxirgi 10 kunlik boshlansa, yengni shimarib, belni ibodatga bog'lardilar. Ushbu hadislar oxirgi 10 kunlikning fazilatiga dalolat qiladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa kunlarga qaraganda bu kunlarda ko'proq ibodat qilardilar. Namoz, Qur'on tilovati, zikr, sadaqa va boshqa ibodatlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam belni bog'lardilar, ya'ni namoz va zikrga xoli bo'lish uchun ayollaridan chetlanardilar. Chunki u zot bu tunlarning ulug'ligidan va iymon, ishonch hamda savob umidida bedor bo'linsa, Alloh o'tgan gunohlarni kechiradigan, Qadr kechasini talab qilgan holda qalblari, tillari va barcha a'zolari bilan bu tunlarni qiroat va zikr bilan bedor o'tkazardilar.